Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar, bugun texnologiya obunachilari sizlar uchun bir akamiz, yaqin akamizga, klientimizga taxalning qilib berdik. Bo'ylari 195 bo'ladi. Nomlari Avangard akalar. Ishlashlari vaqtida zodda bo'ladi. No-frost sistemada ishlaydi. Bu yerda 8 xil funksiyasi bor akalar buni. Ko'radigan bo'lsangiz, minuslarni o'zgartirsangiz bo'ladi buni. Hozir bizlar muz holida -7 ga -25 ga qo'yganmiz akalar. Ko'radigan bo'lsangiz, ichlari Polni no-frost sistema. Bo'ylari 195 bo'ladi. Eniga 70 bo'ladi akalar. Marshgalari 3 ta polkali bo'ladi akalar. Usti kalyonli oynali bo'ladi. Ushlangiz moment. Bu keyin yosh bolalardan funksiyasi bo'ladi. Buni 3 sekund bosib tursangiz ochiladi, o'zdan ochiladi. Keyin bu yerdan o'zgartirsangiz bo'ladi. Masalan, qarangiz akalar. Qo'sh. Chiqarib ekoga qo'shsangiz bo'ladi. Ili oy rejimiga har xil rejimlari bor o'zini. Muzxol parchaga qo'shsangiz bo'ladi. Asosan bu faslga qarab o'zgartirasiz bo'ladi. 4 faslli ishlaydi bular akalar. Keyin joylarni artarasiz, joyiga ketaveradi. Hammasini tepa past o'zgartirib ketaverasizlar akalar. 25 ga 10 bo'ladi akalar. Eng oxiri full komplekt tushganda 240 litrga 104 litr mazilkasi bo'ladi. 1 yiliga 254 kW tok yeydi akalar. Akalar, bugungi texnologiyaga obuna bo'lib kuzatishda davom etamiz.